Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatildi. Bu inoq er-xotin o'ttirisidagi tunji ixtilof Rayhongulga qanchalik qattiq ta'sir qilgan bo'lsa, Ziyovuddinga ham qattiq ta'sir qildi. U hech qachon hech kim bilan qizirishmagan, kamdan kam xafa bo'ladigan xushbel odam edi. Bugun mana ayoliga ko'ngli tunji qatim norozi bo'lib, sinchilab qaradi. Ayolining bir o'rimchichi oldiga tushgan. Ko'z quyruqlarini cho'nqur qo'riqlar qaplagan. Ikki ziniqi o'ltirishib, bo'ynida cho'nqur siziqlar paydo bo'lgan edi. U tunji to'y oqshimi 15 yoshlik bu boy qiziga zo'qmanlik kuyuk ichida mushundaq zo'qinib qaragan. U chaqdagi Rayhongul 14 kunlik oy edi. U chaqda u ayolning hamma yeridan harorat tepib, kishining badanini ko'ydiratdi. Hozir bu oychiray g'uva bulutlar bilan qoplangan. Yillar uni sovutgan. U hozir qish oqshimi tuman orasida qolgan nursiz oyga o'xshab qolgan edi. U ayolining tarsali qila oladiganligini bugunla ko'rdi. Gapini yirmisam bo'ptikan deb o'yladi u. Biroq unda qilsa, Muxtarbay uni xotinining chiroyiga beqib ish qiladi deydi. Muxtarbay bir gap qilgan hamon butun mahalla o'xshab so'zlaydi. U chaqda Ziyovuddinning nima hurmati qoladi? Kim uni voydaydi? Ayolining royiga boqmas uchun. Uning xushalliqlari yiltizsiz qamg'oqqa o'xshab qolmamdi. Uningga keladigan hayot harorati o'chib, turmushning lazzati tugamamdi. Harvani qayoqqa tortish kerak? Bir yoqqa qarasa tik hang, yana bir yoqqa tik tog'. Ziyovuddinning supida o'ltirib, beshini tatalashga boshladi. Kichkina qizi yon peshi bilan yer silab kelib, uning tizig'i yamashdi. Ikki o'g'li bir xo'razni talishib varqirashmoqda. Kichik o'g'li bo'yinchoq bilan bog'langan mo'zayni nemishqidir chiviq bilan urmoqda edi. Ayolining qopqi turilib, hamma yoq ko'ngilsizlik bilan to'ldi. Ayoli janonchinidek jaranglab kulgan bo'lsa-edi, hamma yoq nurlanib, o'ylining ichi shodlik bilan to'lgan bo'ladi. Muxtar akam xatni to'yimizga yana ishki to'qli berdi, dedi u xotinini xush qilish uchun. Shuning uchun akangizdan degan bo'pti-kanda? Rayhongul texmi qo'ylandi. Dedim-ku, siz akangizning yenida qishlang. Men o'g'limning yeniga ketaman. Harvini menga bering. Ko'mirchilik qila olayman, qorni to'shiy olayman. Dara bilan darani elib olsam qiynalmayman. Rayhongul paxal akirgili bog' ishigiga mandi. Ziyovuddin g'am teg'i ostida nima qilarini bilmay beshini silab o'ltiraverdi. Dedi u alam bilan. Mau boshqa tinchliqani. O'rma boshlandi. Bu chaqda yezi ko'chalarida mo'zaylardan boshqa jonliq ko'rinmaydi. Ayollar qapoqlarga atgan choylarini qachilab, qil xurjunning ishki beshini choy, non, chinilari bilan to'ldirib, yalang oyoq putlari bilan qiziq yerni gursildatib dastlab etizga yugurishdi. Uşaq ballarımı dadıllarının orma orşıq zoqlanıb, baş terib, at yotkab, bağlıq toşub, etizlarda yürüşüdü. Bundaq çağlarda mahallada xorazlar jimjitliqni madihiylashgandek bas-bas bilan chillassa, teraklarning tüpşaqlarini egib qo'nib olgan qag'ila go'yo umumiy xor o'rinlashayotgandek qaqaldishib, fasil go'zalligiga husn qo'shadi. Kuz faslidagi to'qchilik, avatchilik, ma'murchilik ana shundaq shakllangan o'xshaydi. 29 uylik ikki to'pga bo'lingan. Ular lab qutlashib, so'l tartib o'rimi o'rishadi. Bir xo'p bug'doyga 3 gun kessa, Ziyovuddinning bug'doyiga 15 gun ketadi. Beg'i bilan 20 gunga yetib boradi. Demak,
bug'doyni yig'ib olish uchun Ziyovuddin to'ptikilarga 20 kun o'rma o'rish berish kerak. Biroq u mushu o'rg'oq selishida 2-3 odamning o'rmasini o'riydi. Qarang, uning so'limi hammadan kam. Unchisimi cho'ng. O'rg'oq selishi tez ham pokiz. Uning olgan so'li ishki yendikilarning so'lini qo'shsimi, ularninkidan cho'ng. U chatlarini kerib, o'ng qo'lidagi ittik o'rg'oqning yeniga so'l qo'l barmoqlaridagi o'ymoqlarini taq tekkizib o'rg'oq solsa, kishining zo'qi qo'zg'aladi. 4 o'rmichining beg'ini bog'lasa, bir kun o'tkiza oladigan bog'chi Ziyovuddindek 2 o'rmichining unchisini oralli ulgurtib bog'lay olishi kerak. Ziyovuddinning 3 unchisila bir vaqt keladi ekan. Yerga amdili yo'ruq tushganda etizga berib atdeganlik choygacha bir so'l echib yetadigan bu yosh mahalla to'pi xillangan o'rmichilardan qurilgan. Ular tushdan kun qayrilgacha bog' soyasida uxlab etib, ha-hu bilan o'rmaga bir tushsa, peshinlik choydan keyin yana bir etizga mangadi. Kechqurunligi o'rma naqsi boshlanadi. Bu chaqda o'rma avmaydi, naqshi avjiga chiqadi. Oltinimni Ziyovuddindek to'liq, mungluq va yuqori ovozda ayta oladigan hech kim yo'q. Ziyovuddinning ikkinchi o'g'li Amdila 11 yoshdan oshgan Dara dadasining kaynidan bog' bog'lab yurib shunday o'ylaydi. Dadam ikkimiz 2 kun o'tkazyapmiz. O'g'illikka bizning bug'doyga tushimiz. 2 kundala o'rilib, bog'lanib bo'ladi. Bu topning bug'doyi tugigicha bizning yana 12 kunimiz oshidi ekan. Bu 12 kunga birining 3 xo bug'doyini bo'lib olsam, bir xo yerga bir xo bug'doy beradi. 3 xo bug'doyni satsam 300 ming tanga, yo'q, 315 ming tanga bo'ladi. Bir maskab o'tik, shim tujurka, quloqchi keladi. Aşqinni akamga bersam xushal bo'lib, muram ko'rib, yomon ko'kinak deb qo'ydi-da. Uning shirin xiyoli shundoq oxirlashdi. U tuyuqsiz dadasining ovozini anglab, xiyolidan sagidi. Dara, bola, mang, otni yo'tkavat, qara. Chivin qap ot yemay turadi. Dara bog'liqni belidan chaqqanliq bilan sug'urib elib yerga tashladi-da, dadasining unchillarini bog'liq ustiga ishga boshliq qilib qo'ydi-da, yog'oq teridan tizlaq esilgan o'ng tizi bilan unchini tizlab bug'doyni ching bog'ladi. Uning bog'liq tutgan qo'llari to'limi apchil edi. U dadasi qarab kulib qo'yib, Otni sug'urib yotgandan keyin suvga cho'milib olay. Unchillarim ko'payib ketsa, bog'lashib bersan, ha? dedi. Ma, tez kel. Voy ko'kinak. dedi Ziyovuddin. U yana yenidik o'rmichiga bolasini maqtashga boshladi. Yomon ishlaydi, tinim topmaydi degana. Seni doğruda, qara naqsini texe. Bala cho'ng'ildab naqshi aytib, bo'z atni minib suvga ketib bormoqda edi. Kuz faslining bundaq kunlari dehqonlar uchun to'limi ko'ngillik. Lekin Muxtarbay uchun bu kuz ko'ngilsiz boshlandi. U rayhon guldan dashnam yegan osh kundan boshlab kundan kunga ruhsizlandi. Qo'li yetmaydigan shoh barliqini tunji qatim bilish uning g'ururini yerga urdi. Degini degan qilg'ini qilgan bo'lib o'sgan boy bolasi uchun arzimas bir ayolning yo'qol qavon degan gapi ming darra, yuz chapaloqdimi yaman. Yuziga yo'nda chashqandimi ortu yo'ldi. Lekin bunimiz uningga nemishqidir Rayhon ismli bu ayolni sirliq qilib qo'ydi. Uning xiyolini shu xotun egilib oldi. U xiyolida shu xotun bilan takallashdi. Sen qanjoq nazlanıvatsan, yo'q. Nafratlanıvataman. Baribir qo'limga tushsan, yo'q. Beshingga dassayman. Men seni yolvurt qizaman. Yo'q. Yolvursangmi tilla beraman. U birdilla 6 balaning onasi bo'lgan xotinni, navrilarini tillaydigan, malayni silkiydigan, jimg'urlashib Ziyovuddinning qo'rosini agiydigan, Rayhongulni ko'rsa, yuragi o'ynab ketadigan bo'lib qoldi. Bala vaqtida dadasi bilan G'ojamning katta o'ylisiga kirib, bir qizni ko'rib, mana shunday bo'lib qolgan edi.
U chaqda madrasada o'qiydigan Ro'zaxun ismli do'sti bu holni oshiq bo'lganlikning belgisi degan edi. Lekin u hozir 50 dan halqagan odam. Navrilari baygi ot mingudek bo'ldi. Bu yeshida oshiq bo'lgan nimasi? Yani kelib texi 5 balaning onasi. O'zining bir tuqqan navri inisining ayoliga, ha? Yo'q. Bu oshiqlik emas. G'azab, nafrat, uyat, numus, o'ch elish. Undaqmikin desa, Muxtarboy Rayhongulni ko'rsili duduqlab, ko'z uzalmay tamtirab qoladi. Qeyrilarning oshiq bo'lishi kitoblarida bormikin? Pal oshqizib boqaymikin, ha? U bir kuni shaharga kirib, Divon mahallasidagi dangli ramchining oldida yukinib o'ltirib. "Qaynat opa, menda qandoq kasal borkin?" dedi. "Savdo!" dedi charsaqal o'riq buvay uning tomirini tutib. Alqallarga uzoq qarab, siziqlarni sanab pichirlab bir nimalarni o'qib. "Bu nim degini? Ishqi beqaro. Changida gap qilsang-chi. Kuyuk!" dedi buvay varqirab. "Biriga kuyib qopla begin. Qandoq qilay endi? Xenim silidim bezargan. Bilaman, jajiz nima uni? Tovar durdun, tovardek gap, qand shikar, shikardek gap. Men undaq gap qilib baxmagan. Undaq bo'lsa, kuyib kul bo'ladi-la. Qayralama oshiq bo'lamdi. Savdoni egiz soladi begin. Lo'qman ekim 90 yoshida 20 yoshlik bemoriga oshiq bo'lib, o'zining yeshidan 20 yoshni qizg'i taqdim qilgan. Ya Allah, balo qazo ishkan-ku bu. Ram qilg'il bo'lmamdi uni. Yo'q begim, azob qichidisala. Insof bilan muz ko'ngilni elib qilib bo'ladi. So'g'uq gap, so'g'uq chiroy illoq ko'ngilni muzlatadi. Silining tabiatlari so'g'uq gap. Bo'ldi, hoy qashqali. Muxtarboy ramchining oldiga bir siqim pul tashladi-da, o'zining hamma sirini kirdastixonga yong'oqdek birma-bir to'kkan buvayga nafrati bilan to'ng'liq qoldi. Lekin u uyga chiqib, ramchining deganlariga iqror bo'ldi. Nima deb bu qora xotinga oshiq bo'laman? Yo'q degan uchunlama. U Ziyovuddinning ho'ylisiga xilma-xil bahonalarni tepib, kunda bir qatim kiradigan. Har xil ishlarni qildirib, g'amxo'rlik qiladigan bo'lib oldi. Ziyovuddin buni o'ziga qilayotgan qarindoshlik deb o'ylab xushal bo'ladi. Rayhon bo'lsa, niyati yomon deb o'ylab, cho'naklik chiqib, laza, pomidor, piyozrig'i engshib oladi. Bog' o'ylida saqal burti chekilgan, xang'ir yoqliq oq ko'nglikining peshi tizig'i tushgan holda yo'g'on qo'rsqini to'mpaytib, to'rdan supig'icha, g'o'rudan bog' ishkigicha nech qitimlab mengib, tinmay so'zlaydi. "Sening balong, mening balong. Mayli 3 yilsini o'qitib-vergin. Chiqimiga mana men bor. Yaminiga kas 10 qo'y, 20 qo'yning ishi g'o. Bir harava ochliqning ishi g'o shu. Qandoq dedim oy Rayhongul?" "Rahmat Muxtarboy aka." "Hoy Rayhon, qaytiqqa kel. Boy akam qaytiqqa omroq." Rayhon erining deginni yerga qarab un-tunsiz o'rindaydi va boyga har qatim egilib ta'zim qiladi. "Hammamiz qarindosh, G'oziboy, Idilshoboy, Nedirshoboy, bir taranchi. Bu yerdan unib chiqqan yerliklarning tuxumidan." Bugun Rayhongul kala sig'ib, o'yli supurib, kukum yeyib, kumlash chaplab bo'lib, sut so'rib, qozonga ingishib turganda, o'yliga varqirab ko'kirib, Muxtarboy kirib keldi. "Oy Rayhongul, xoh, qaytiqing ajab tetida, bir yejir qo'ysang-a." "Sizma qilavatdim, yengiztaq o'yimidi." "Sizmaqdan akalamsa." Rayhongul dalonda uxlayotgan kichik o'g'lini o'yg'itib etib, bayga yejirdi so'zni sundi. Bay yejirni emas, uning qo'llarini tutib oldi. Rayhon qo'lni ittik tartib edi, yejiri yerga tushib ketdi. "Bo'ldi, janonchini to'lab beraman."
dedi bay chini sunuqini yig'iyotgan Rayhongulning mursiga asta papalab. Bu ish uning uchun cheksiz huzur tuyuldi. Man qarab, birli kulib qo'ysang. Bay ixtiyorsiz uningga tamshaldi. Rayhongul burilib dalan uyga mangdi. Bular saqam, qismoq beraman. Chayingni ich, etizga boramiz. Yo'rg'i menam sen saqam. Dedi bay uydan chiqib kiyirlayotgan omoq o'g'ilning enkidan erkaldi. Qara ko'zlaring opangnikidek chiroyli. Pah, qosh kirpiklaring jo'texe. Kutmu kut o'zi, cho'ng bo'lganda sangimo qizlar oshiq bo'ladi. U oshiq degan so'zni alohida cho'ng ovozda aytdi. Oshiq degan nima, oppa? Eski gap balam. Boycho'ng dadammi? Eski gap qilamda? Qiladigan qo'tam. Dedi Rayhon bog' tarafga oldirab menib. Voy, chinaklik qoqlar tushmabdi-ku. Men terak chiqib, qoqlarning o'sini buzaman, tuxumini choqaman, bolsini yerga tashlayman. Dedi o'g'il. Bu san ular yana o'saladi saqam. Shu chaqda uydan yig'lab tamtilab kichik qiz chiqdi. Bayga bu narsidilar onasining tarafini elib, o'ziga norozilik bildirayotgandek tuyuldi. O'ylaga bayning balasi uni izlab kirib, Abdumarim Mingbegining choparmini kelganini aytmagan bo'lsa, bay bu o'ylada qachong'icha turib nimalarni deydikin? Rayhongul oxiri eg'ir yukdan qutulib, balalarini zo'q bilan so'yib ketdi. Ziyek baxshining kuchiklari, bo'linglar. Cheyinglarni ichinglar. Etizga berib, barang'i qoq solamiz. Chilgi yeysizlar. Yong'anda ikki bo'g'moq shivaq supurgi terib akilimiz dehay. Dedi. Ular oldirishib shu kunning lazzatiga intilishdi. Rayhongul balalarni agashtirib qo'g'inliqqa bordi. Taranchilardan qo'g'inchi kam chiqadi. Bu mahallada Payzovat, Yangisardan kelib o'rilishib qolgan usti qo'g'inchilar bor. Ziyovuddin shulardan qo'g'in beqishning yo'llarini o'rganib olgan. Uning yozliq tavuzlari pishdi. Qo'g'inlardan shakar suyi, abinavat, ko'kchi, besavaldi, beshak shirin, hatto kiyim pishadigan mijgan, sariq qo'g'inlarmi tayyor bo'ldi. Rayhongul barangning bir shexini qo'ymay qo'g'in qiq qilib, shaharda qishloqning tayyorligini qilibmi qo'ydi. Mana, u erining yeniga o'rmonaqsa anglangan tarafga qarab, qizini ko'tirib, o'g'lini agashtirib, dik o'tlarni aralab, suzuk, so'liq eriqlardan atlab o'tib, xushal-xuram kelmoqda. Ziyovuddin o'rmonaqsi aytmoqda. Aydinda o'rg'an o'rmon, etizlarda bog' qoldi. Az kun o'ynab ayrildik, yuraklarda dog' qoldi. Rayhongulning yuragi jig' qilib qoldi. Dog' qolgan nimasi ha? Shu chaqda o'rmonchilarning yeniga Muxtarbay bilan Mingbegining choparmini keldi. Naqshi jimadi. Va alaykum. Dedi Muxtarbay ruhsiz holda. Shunla ilgari. Aytqining kelsin. Mo'lo choparman ziyak xabar elib ketdi-kan. Nima? Ziyovuddin bilan Rayhon tangli cho'chib so'radi. Ularning as xiyoli o'g'lida emasmi? Mundaqish, dedi choparman. Akşam Alabaytal lozongning yayisi chiqqan edi. Dangizda Ziyovuddin 40 xo'yarning 3 yillik dani to'kmabdi degan hisob chiqibdik. Nima? Dedi Ziyovuddin osmonga qarab. Har yili 40 xo'yar uchun 17 xo bug'doy akirib shengan yomg'irga to'kyapman g'o. Xazinasi. Dangizda sening 80 xo yering bor ekan. Dedi Muxtarbay tushundirib. Sen de bilmemsen ha? Ay saşan yola terivatkan av östağının astidagi 40 xo yer seni. Ola 3 yildan beri dan tökmegen. Yer senin namыңda bolgan diken 3 yillik danga 51 xo bug'doy töksen da ziyak. Yey! Rayhongulning mingi singildab, ko'z qorong'ulashib ketdi. Nima deydigandim? Dangzidikini men
Nereden bilay? dedi Ziyavudun. 80 qo'y yerim bo'lsa yaxshi-ku. 40 qo'yni terib, nenini yegan aqllarim dannimi to'ka? Shundoq bo'ladi-da. To'kmay bo'lamdi. Shang yo'lamiz-a. Ko'pchilik kashki quyosh yo'riqidan o'rg'oqlarini yolt qilg'izib, taraf-tarafdan varqirashdi. Chaparman begi. dedi Tiyip ismli so'zman dehqon. Olib aytal begimga dam. Qichishqoq yerni tatilsin, qichishmagan yerni tatilmay. Ey Tiyip, tilingga bo'l. dedi Muxtarbay tamanno bilan. Bilamsan? Olib aytal kelyapti desa, beshiklik bola chiriqraydi. Tug'mas xotinmi tug'ib etdi. Zanjir bilan bog'lab, qo'lida qo'shaqtab, hammamiz yomulg'i so'limsin, yana o'qashqoliq. Seningmi akang bakana Muxtarka? Ansirama ziyak, dedi Muxtarbay tantanlik varqirab. Shang yo'la danni to'kidi, to'kmasa kuzdiki o't qo'yib etimiz. Men ming bigiga aytib qo'yman, yo'ila Shang yo akamni qistaydi. Sen qo'rqma, Rayhon gulni akal. Otga mengashtirib opirib qo'yay. Qara, qo'rqib tatirib ketdi bichora. Anglavatqaninglar biri qutordan angiltilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Rayhongul yaqtab bo'lg'icha Ziyovudning xotinini bu vaqtda yerdan ko'tirib, qargirning sag'irsiga o'tirg'izib bo'ldi. Ot tepchakladi. Rayhongul qo'rqib Muxtarbayning qora po'tisini tutib oldi. Muxtarbay Ziyovudning kichik qizini quchqiga elibma etini divetdi. Ot yurg'ilab mahalla yo'liga chiqdi. Changtot, urkiydi mana ot. Meni chin quchoqlab olmasang tashlab etadi, deb chaqchaq qildi Muxtarbay. Rayhongul birdilla ko'nglidagi nafratni unutdi. U yiqimliq titrangi ovoz bilan Bayaka, dedi. olib aytal deganni rahimsiz odam deyishidi. Ovni bog'lab etarmi? Ziyak nima? Ha, Dedim-ku, Bayakangning ko'nglini olsang, Ziyakning bir tal mo'yimi tavirmaydi. akam turib o'z singlig'ingizga yomon niyatda bo'lmassiz, ha? Yomon niyat degan nima u? Deginingni beraman, sen shunda qilsan-da. Bay sol qo'li bilan dumbisiga chaplashib o'tirgan Rayhonning sag'irsiga urib qo'ydi. Rayhon jimib qoldi va gap yutgan. Ha, ras. Bir bog'lam shivoq supirga terib olmoqchi edim. To'xtasingiz, ha? Qizimni elib olay, dedi. Muxtarbay shu zamon etini devetdi. Sho'x ot mahalliga qarab o'ynaqlab yo'rg'iladi. Rayhon varqirashga boshladi. Eliqidak varqira, eliqi Ziyak varqirgandak, dedi va etini yana devetdi. Ot purqib eriqlardan otlagan beti mahalliga emas, mahallining kungay tarafidagi qor yog'ochliqqa qarab ushqandek yurib ketdi. Rayhon varqiradi. Bayning dumbisiga urdi. Qizi ona bilan tang chirqiradi. Lekin bay parvo qilmadi. Rayhon qor yog'ochliqqa barsala, hech bo'lmasa-mu yomon gap tarqalishini bilatdi. Chunki bu mahallada bu xil gaplar mazzilik tomoqning purqidek tez tarqaladi emasmi? Qayrim o'stanga yetib kelganda Rayhon qumliq qirg'oqqa o'zini otdi-da, yerga tushib natcha domlab yo'gimashlikda to'xtadi. Uning jaynik surilgandan boshqa hech narsa bo'lmadi. U o'rnidan turg'icha bay etini to'xtatdi va otdan sakrab tushib, balani yerga o'ltirg'izib qo'yib, Rayhonni yo'gimashlikka besib oldi. Rayhon na varqirashqa, na tipirlashqa ulgura olmadi. Bayning yirik soqollari uning yuz bo'yinlariga surkaldi. Bay uning ikki putini ikki yoq qayrib tizlanib olib, sol qo'lini ishdan beg'iga sungandilar, Rayhon yalang oyoq o'ng put bilan bayning chatriqiga qattiq tepdi. Bay bir ingridda singan bo'lib qoldi. Rayhon tez o'rnidan turib, chirqirayotgan qizini bag'riga besib buquldab yig'lab, "O'lmaydigan qavat!" dedi. Bay o'rnidan tasti turib, yerdan qolpiqini elib, kiydi va Rayhonga qarabmi qo'ymay, "Qanjoq!" deb tilladi-da, etiq minib kayniga burildi.
va shahar tarafga qarab etini chaptirib yurib ketdi. Rayhon qizini ko'tirib bir bog'lam shivoq terib uyga kelganda gugum tushgan. O'rmichilar o't ortilgan otlarga minishib, o'rg'oq beshi bo'ladigan uyga polo yeyish uchun ketib boradi. Hamdi keldingmi? Dedi Ziyovudun xotiniga otliq yondashib, ondan kayni qayrilib mingishib olgan o'g'liga. Mal qo'g'in tavzani opam bilan uyga opirib etib, polo yegili bag'it. Daranim boshlab ol. deb jikiladi. Rayhon o'g'illari Bara, Dara, Hamra va qizi Imhon bilan hovli supsida o'ltirib, xushal-xuram tavuz cheqib yedi va balalariga Kahve eş itib beraman, birdamdila deb qo'yib, chilikini ko'tarib o'stanga mangdi. Xo'shliq bilan xapliq, kulgi bilan ko'z yoshi pat-patla almishib turadigan bu kichkina mahallada kun bilan tunning hafta oylarning almashmoqimi tez va oson. Yezicha nalargido yavoylishib ketishgan to'xola g'azon bilan to'lgan bog'lardan paxol va samon dövsiga aylangan o'yla eg'illarga yatsirab bo'joyib kelishidi. Bas-bas bilan chillashayotgan tojillari qip-qizil, yengidan jala chiqargan cho'ji xo'razlar yozdan beri agashtirib, qanoti ostida papilab uxultib boqqan onalarini to'nimgandek o'z xo'jayinlari bo'lgan Dara ismli odam balalarini to'nimaydi. Ikki puti bilan mangadigan bu odamlar ular uchun bog'da doim ular ko'radigan mo'lin mushuk, to'shqan, it, muzaylardek 4 putliq mangadigan hayvonlarga o'xshash. Ular hozir qaysi ko'kat ostida tuxumdan chiqqanini bilmagandek, oz kunda bu yerdan nimalar bo'ladiganligini bilmaydi. Tabiat tilsiz. Lekin u hammani ishorat bilan uqtira oladi. Avu shu xo'razlar bo'lsa, mekyan qo'g'lash, danlash va hayojon bilan chillashdan boshqani bilmaydi ham bildirolmaydi. Navada bilgan bo'lsa-da, Muxtarbayning mushu qorong'u bog'ni yozdan beri qancha aylanganligi. Bir ayolning bog'ga chiqishini taqozo bilan kutib, cho'plar orasida necha qitim tunab chiqqanini egillarga aytib bergan bo'ladi. Her yili arlap o'rma o'rib qo'ydigan, shuning bilan o'zining hammaga qadri azamatligini ko'pchilik ko'rsatib qo'ydigan Muxtarbay bu yil bir qatim o'rg'oq tutmadi. U pat-pat masjidga kelib, juma o'qib, mahalla imomiga sesiq gap bilan zarba berib, bu mahallaning xo'jayini imom mutavalli yoki 55 emas, balki o'zi ekanligini bildirib qo'yadi. U bu yil bu ishni tashladi. Uning asxiyoli Rayhon bilan. U Rayhonni ko'rishni o'ylaydi. Xiyolida uningga ziyakni tashla, menga tay. To'qanliq unimsang cho'ng xutun bo'l. Oqbosh Gulnisa buvini 6 bolasi bilan 3 taloq qilishga men rozi deb yelinatdi, zarlanatdi. Uning uchun bu dunyodagi hammali ish ma'nisiz. Birla Rayhon hayotning o'zi. Ma'nisi barliq edi. U beg'iga chiqib, qizlardan gullarni so'raydi. Bir gulni Rayhon gul desala, shuni tuydirmay turaydi. O'stan bo'yda Rayhon ko'ki bor ekan deganni anglab, o'stan bo'yda uxlaydigan bo'lib oldi. Navada bir kishi unindan Kabining qayerdaligini so'rasa, u ishkilanmay Kabi degan mush ziyakning uyi degan bo'ladi. U qo'shqanotliq darvozaning o'rindig'iga o'ltirib, soatlab ziyakning g'o'ru eshikliq hovlisiga qaraydi. Biri kelib, "Assalomu alaykum, o'ltiribsiz?" desa u, "Nada?" deb asuşini bilmagan holda qo'pollik qiladi. Mana yoz tugab, ko'ngilli kuz oxirlashdi. To'y to'kin o'g'loq bayga pasli boshlandi. Kashkuz mezgili Ziyovudunning uyida har kuni talash tartish, har soat gap talashish bilan o'tmoqda edi. Qarqilin yig'ishdan burun shaharga ko'chib kirib ketaylik deydi Rayhon har kun atdiganda havo qarab qo'yib. Qarang, havoning alpozi bek yomon. Texi, O'zagulli o'g'lingni yo'qlab chiqmadingmi, xotin?
deydi Ziyoviddin to'la takrorlayotgan gapdan bezor bo'lib. Xatni to'yni o'tkazib olayli, ondan keyin bir gap bo'la. To'yni mashhad qilib, balani shahar yotqizayli. Ya xotin, Muxtarboy akam unimaydi. Bala uningmi, sizningmi? Oti yo'lliq aka u degan. Voyey! Rayhongul boyning qilmishlari, yezicha panjiradan ketmaganligi, esilganligi, yelinganligi va yomon niyati bo'lganliklarini ashu voyey bilan ifodalaydi. Lekin Ziyoviddin bu ayollar tilining bunchalik jiq ma'nosi borligini na'dan bilsin? U ayoliga tasalli berib, xush qilish uchun Nuri, Husanboyning zavodida ishlab xeyli pul tepibdi xotin. Pul bersam zad olmadi. To'qashlaring bilan qaymoqlaringni oldi. Hashim Tambur bilan tunishtirib qo'ydim. O'g'limiz qaltis o'qib etibdi. Boy akamning bir og'inisining balxonliq uyida yotadi ekan. Yo'q. Balam xalqning uyida qo'rindi. Qursin undaq balaxona. Bu gaplar kunda bir necha qatim bo'lib turadi. Mana u bugun supining girviga turib, dimchaklab yo'g'on tangidagi liq ximirni egilib, to'lg'inib chaylamoqda. Ziyoviddin kichik qizini tiziga o'ltirg'izib olib, Rayhonning judanguy chiroyiga, o'riq qo'llarining ximir chaylishiga, yo'g'on ximirni o'riganda bo'yin tomirlarining ko'pishiga, putlarining titrashlariga qarab o'ltiradi. Uning bu umrlik hamrohini bu turmush azoblaridan qutuldirg'isi keladi. Lekin nima chora? Ximirni er kishi yo'g'irsa, to'xoni chanoq qo'shganda kulkilik bo'ladi. O'rish barsichi, yo'q. Taranchi erlari qozon beshiga yo'lamaydi. Bu ish nomusliq, xuddi ko'chada onadan tug'ma manqandek bir ish. O'choqqa kukum yo'lab qo'yibdi. Saman aralash kukum kuyib, o'choq mantig'i yamirmoqda. Uni Ziyoviddin ishchiga tiqvasi bo'ladi. Lekin bu ham xotin kishining ishi. Unda qilsa, xotiniga o'z qo'li bilan o'sma qo'yib qo'ygandek bo'ladi. Bu to'liq masxirlik ish. O't teshig'i teshib ketdi xotin. Rayhon pupush kiygan putlari bilan o'tni tuzidi. Taladin dara yugurib kiradi. Opa, mo'zay imib ketdi. Mo'zayni bog'lab qo'ysaqam, xemirni qanqa dumlab qo'yibli qalasaqaman. 5 to'nurni yoqmaq Rayhonga mushkul. Ziyoviddinga ish emas. Sho'x mo'zayni o'zi bog'lab qalani yolg'iz saqmoqmi Ziyoviddinga ish emas. Qizi yig'ladi. Qizingni bazdasang-chi xotin. O yoqdan non elib bering. Taq tushdi qaymoqmi ba, yegizib qo'ying. Nima deysin oy? Bir qo'limni 10 qila olmaymasam qarab turamsiz? Xotin bo'l demoqchimisan? Yezich bog'-bog'lab, payxon haydab o'rmi o'rsam er bo'lding demaysiz o'yu. Amdiza baliq qaymoq yegizganga, voyey! Ziyoviddin odati bo'yicha kulib qo'ydi. Nimni bo'lmasin, u shu kuni bala baxti. Dara bilan Dara anisi qarishib, to'nurga o'tin soldi. Raslangan non to'qashlarni to'nur beshiga to'shirdi. Kichik o'g'lining xatni to'yi uchun Muxtarboy bergan 3 qo'y, 1 qo'ziga cho'p berdi. Uyga o'stangdan suv to'shirdi. Mana, qorong'i tushib edi. Bu ikki bala g'o'ro selib, tang'ildatib pani qaqdi. Ziyoviddin bugun Rayhonning ishlariga nimishqidir zan qo'ydi. U yerga yo'riq tushmasda o'rindan turib edi. Mana qorong'i tushibdi. Birdan jim turg'ani yo'q. Shaharga akirib ketish uchun yezich quritgan olma, qo'g'un qaqlari, pomidor, laza, bo'ji go'shtlar, bir badon un, 10 qapoq yog', mata shatovarlardan bo'lsa-mu ichiga yung selib tikilgan yotxan ko'pa, to'zg'oq, saman tiqilgan qo'roq va lastik yostiqlar. Boy akillari bilan so'qishib yurib, qishloqtamdan tag'ar-tag'arda yung ochiq bostirgan gulsiz kiygizlar, tikilgan kiyim-kechak, besilgan qo'ray tezak, hammasi Rayhonning qo'li bilan bitgan. Mana endi uning xotini Rayhongul beshini tizig'i,
Jaynigi bilan tayangan o'ng qo'lining olqini qo'yib, kashkirgicha oldirab non yiqib, charchagan so'l qo'li bilan issiq to'nurga sansiz qitim bosh tiqib, qizargan yuzini silab, xumarlashgan ko'zlarini iyiriga tikib o'tiribdi. To'lin ayning qariyag'ash shoxlari orasidan shamolda lig'irlab tushib turgan g'uva yo'riqida Rayhongul uningga to'limi chiroyli, mehrlik va muloyim ko'rindi. U Ziyovuddinning quchqida uxlab qolgan yolg'iz qizining mangzini silab qo'yib, "Ah, seriqliq sizga qosh ko'zi mang tartibdi. Nuridek chiroyli bo'ladigan o'xshaydi", dedi. Sana o'xshash chiroyli. Balki Ziyovuddinning ayolini birinchi qitim madhiylishi bo'lsa kerak, Rayhon bo'lakchil jonlanib kulib, "Ishimga o'tkatdi. Muzdek tavuz yesekmi-g'o?" dedi. Ziyovuddin darhol mangmoqchi bo'lib midirladi. Bumi balki tunji qitim xotin kishining ishig'i midirligini bo'lsa kerak. Men ochqay. Xotin, balla oq terak, ko'k terak o'ynayotdi. "Yo'q, midirlamang. Bola o'yg'inib ketmasin. O'zimla chiqay." Rayhon chaqalliq bilan to'nur beshidan tushib, bag' eshik bilan ho'ylig'i mangdi. Ziyovuddin xeli kutdi. Rayhon chiqmadi. U Rayhonning pat-patli sha bo'lib qoladiganligini, bu sha bo'lishning bu yil ko'payib qolganini bilatdi. U ansirab, "Rayhon!" deb varqiradi. Qizi uyg'onib ketdi. Daro, hamro! U balalarni varqiradi. O'ylig'i chirqirab yig'lab, hamra yugurib kiradi. Dodo, bog' eshigini olib yotdi. Ziyovuddin to'nur beshidan qizini ko'tirgan peti sakrab tushib bog' eshigiga yuguradi. Rayhon sunaylanib o'ngda yotadi. Uning chashirig'a saman cho'vala yepishgan. Xelili ko'tirilgan oy yo'riqida uning yerim ochiq ko'zlari Ziyovuddinga tikilgan. Lekin nursiz. Uning kirpiklari harakatsiz. Uzun qapqara qoshlari qetib qolgandek, yerim ochiq og'zi bir nima deyishga tamshilayotgandek ko'rindi. Ziyovuddin uning beshini tizig'iga oldi. Hayotida yosh chiqib boqmagan er ko'zidan hayot fojiasining marjonlari chashrab chiqdi. U titrab turib, mangulik ko'z yumgan Namrohining go'zal nomini atab, bar kuchi bilan varqiradi. "Rayhon!" Uning ovozi butun mahallaga anglandi. Birinchi bo'lib bu ho'yliga Muxtarboy yetib keldi va Rayhonning jasdi oldida tizinib o'tirganicha Ziyovuddinning yirik qo'llarini olqiniga elib, buqildab yig'lab, "Qarindishim!" dedi. Birdamdala ho'yla ko'cha hozirchilar bilan to'ldi. Rayhongul boyning qizi. Ziyovuddin bilan to'y qilganda butun mahalla mushunda qo'zg'ilib, bu ho'ylada tunji to'y kechisini tunlib marab o'tkazgan edi. Lekin boy qizi bir er uchun 10 necha yil ko'rmaganni ko'rib, qilmaganni qilib, o'z sadoqatini mangulik quchoqlab, ular bilan xo'shlashganda o'xshashla ho'ylada bir kechani tunak bilan o'tkazdi. Farqi birida shodlik, hayajon ularga hamroh bo'lgan. Bugun bo'lsa, qayg'u, ko'z yeshi ularga hukmron. Ziyovuddin tongga yaqin supada to'qim ustida uxlab qoldi. U tush ko'rdi. Tushida o'zining eng go'zal hayot xotirasining beshi, eng ta'sirli batlarini o'qidi. Ziyovuddin opsini ko'tak qarvisiga silib, qishloq tomga tushdi. U opsining Nedirsha ismli tangsining ho'ylisiga kiribla, ishkichechi teqimiga tushib turadigan bir qizni kaynidan ko'rdi. Yo'g'on un sandiqidan tangniga un silayotgan qiz kayni qayrilib, etining bo'g'sini chiqarayotgan Ziyovuddinga qaradi. Bu qayrilib qarash emas, o'q etish, salma tashlash bo'ldi. O'ziga hozirgacha birmi qiz tabassum bilan qarab boqmagan yigitning yuragiga o't tutashdi. Vujudiga qo'qas chechildi. U bug'ini olaman deb qaytadan soldi. Vuduqib harvaning shoti yog'ichiga putlishib o'ngbiga qoldi.
Onun qalpıqı qızının aldığı domlab bardı. Qız qaqaqlab kulib, onun qalpıqını qo'liga oldi va Ziyovuddinning qo'liga bermay, tiklaglik arining uchiga ilib, sho'xliq bilan o'gziga cho'rib etdi. Ziyovuddin qalpıqını alg'ili darvoza sirtidagi sho'tiga yamashdi. U o'gziga chiqib qalpıqını ilib tushay desa sho'ti yo'q. Sho'x qiz bog'dagi qeri qor yog'ochga elangish uchib atadi. U putlarini uduldagi daraxt qo'liga takkizib, hech bo'lmagandek gu deb o'ynamoqda. Ziyovuddin o'gizning levi kelib o'ltirdi. Qizning uchayotgan to'lin chochlariga, yipak ko'nglik ichidagi avrishim badanining to'lg'inishlariga, har qitim qayrilib o'ziga qaraganda paydo bo'lgan bir jup siniq va o'ynoq qora ko'zlariga havas, zo'q va o'zini tushunmaydigan bir xil qaynoq hissiyot bilan tikilib qaradi. Oxir qiz uning yeniga laylab kelganda ovozliq qilib: "Sen pishqan ujma, men to'qina qaq bo'lib qolsamkan?" dedi. Qiz yana bir aylanib kelib: "Hey qağa, men kep, tex ujma pishmadi" deb qaqoqlab kuldi. Ziyovuddin kechda yar bo'ydagi buloqda etini sug'urayotganda, tuyuqsiz uning bo'yniga muzdek suv quyildi. U cho'chib qaradi. Rayhon chig'ir yo'l bilan buloq beshidan yuqoriga yugurib chiqib ketib boradi. Qog'i bo'lsam, kaynidan ushsam deb o'ylagan edi shu chaqda Ziyovuddin. Shundan keyin Ziyovuddin hadisalar qishloqdamga yuguradigan, qum arshan kunlari uyga nech qitimlab kelmaydigan bo'lib oldi. Oxiri yigit orzusini ana tushundi. U tuqqanlarga gap burtibdi. Nedirsha hojim bu ishni anglab ochiq bilan: "Bu navramga shahardan Setovoldi boyning alchilari chiqqan. Hammani bilib turib yana eg'izlangani nimasi? Bu Shavuddinning sholliqining" dedi. Shavuddin Ziyovuddinning dadisi edi. O'z vaqtining cho'ng zimindori, hozirgi vayronchilikning bo'si bo'lgan bu kishi allaqachon olamdan o'tgan bo'lg'ashqa, uning tul xotinining yuz xotirasi qolmagan edi. Bir kuni kechqurun Nedirsha boyning qo'rosidagi malay qiz mahallada paydo bo'ldi. U Ziyovuddinga: "Ujma pishdi, buloq bo'yiga tushdi" deydi Rayhongul, dedi. "Qachon?" "Bugun kech." Ziyovuddin og'inisi bilan ishga otliq bo'lib qorong'i tushganda buloqning nerisidagi talliqqa keldi. Birdamdan keyin soyning shig'inlarini shildiriltib, boyning qiz navrisi paydo bo'ldi. Ziyovuddin o'ntunsiz uning putlarini uzangiga dassatdi va qo'ltiqidan yo'lab otga mindirdi. O'zi egarning kayniga mindi. Ular Chapchal mazardagi yiroq tuqqanlarning uyiga daryodan otlarni o'zdirib o'tib ketib oldi. U yerda 3 kun turdi. Qiz qichish umumiy odat, ammo boy qizining qichishi cho'ng nomus. Nedirsha boy iyiz, qatong'ori sapra odam Ziyovuddinning alchilarini tillab: "Bir qanjiq o'ldi noiti. Undaq navrimiz yo'q. Ko'zim ko'rmasin u rasvoni" dedi. Haqoratlangan qizning to'yi oddiy, nikohi katta bo'ldi. Shundan beri boy qizi Ziyovuddinning kang ho'ylisining xo'jayini ham maliyi. Qo'liga qo'l, putiga put bo'lib yillarni o'tkazdi. O'yla uningga suyimlik balalarni, ularning muhabbatini, shodligi hamda yuzlariga qo'ruq, sonsiz jabri jafolarni hadiya qildi. Nihoyat uni o'z qo'li bilan mushaqqati yo'q olamga uzatdi. Bu tush emas. Ziyovuddinning xiyoli. U uxlamadi. Hayot daftarini varaqladi. Savassiz bo'lsin-u garchi. Atsi yig'izlari va dog'dug'i bilan Rayhonning niyati uzitildi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tomonidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atik anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.